Tak, azartinglar xormanglar, sizlar bilan yana Qos 23. Bizda yana Xparibet 5 million bankimiz bor. Yana Kristal o'yiniga strategiya qilamiz. Juda bomba strategiya olib kelganman sizlar uchun. Birinchi navbatda videoga like bosib tashlanglar do'stlar. Aktiv kerak bizga. Ko'proq like, ko'proq komment, prosmotr kerak. Bizdan bomba videolar bo'ladi sizlar uchun. Davay boshladik. Strategiyamiz quyidagicha minimalkadan, ya'ni 3000 so'mdan tikamiz va kuzatib o'tiramiz. O'sha 3000 pulimiz qaytgandan keyin 3200 so'm, 3300 so'm farqi yo'q. Shu 3000 territoriyasidagi pul qaytsa, bizga vazrat bo'lsa, keyin maksimal darajada stavkani ko'tarib foyda qilishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa momentdan keyin men juda ko'p kuzatdim. Kristalda aynan Xparibetda yaxshi yutuqlar beryapti. Ya'ni tikkan stavkangizni qaytargan joydan keyin yaxshi koeffitsiyentlar beryapti do'stlar. Kimga yoqsa sinab ko'rishinglar mumkin, majburiy emas bu. Davay boshladik. Bizga 3000 yutuq kerak, 3000. Shundan ko'p, kam. Lekin bitta narsani aytib o'taman, redki holat bu, kam bo'ladi. Jak hammasi, sal qiyinroq, sabr kerak, ya'ni nima demoqchiman, shoshilmanglar, kutinglar albatta sabr bilan. Mana qaranglar, 3040 ming berib yubordi. Bu degani 10 koeffitsiyentdan ham ko'p degani. Ishqib zo'r koeffitsiyentlar ushlasa bo'ladi. Kristalni bilgan biladi. O'ziga yarasha fanatlari bor bu o'yinni. Kimga yoqsa, kim yaxshi zanos qilgan bo'lsa, mana shunda bitta kommentariyada olovmi, plyusmi nimani qoldirib ketinglar. Davay. Ber bizga 3000 so'm stavkani. Xo'p, pauza qilamiz. O'sha joyga kelgandan keyin mana do'stlar, bizga kerakli moment, bizga 3600 so'm yutuq chiqdi. Ya'ni bu yetadi bizga stavkani oshirishga. Xo'p, endi boshladik. 500 ming bank bo'lsa, 5 million bank bo'lsa, biz 750 mingdan boshlaymiz. 1,5 million bo'lib ketdi, davay boshladik. Xo'p, birinchi urinishimiz 1 million 800 ming ketdi darshi. Ko'ringlar, bittada o'sha qanaqa koeffitsiyent berib yubordi. O'zingizlar uchun bilib qo'yinglar bu strategiyani kuchini. Xo'p, pauza qilamiz, ya'ni 3000 yutuqni kutamiz. Minimalkada ya'ni. Xo'p, do'stlar, bizda yana 3900 so'm yutuq chiqdi. Juda yaxshi, sal qoldi 4000 bo'lib ketishiga. Endi do'stlar 1 milliondan boshladik. 6 turnish bo'ladi bizda 1 million 400. Yana bosamiz shu summada 1 million 600 ko'ryapsizlar. Minusavoy stavka bo'lgani yo'q. 1 million tikdik, 1 million 400 berdi, yana 1 million tikdik, 2 million 100 berdi. Pashti 3 million atrofida foydaga kirdi. Yana shu 1 milliondan urib ko'ramiz. Aynan risk bo'ladi ozgina. Zo'r yutuq olib chiqib ketmoqchiman ishqilib. Lekin shu bitta ikkita yutuqdan keyin to'xtatish kerak o'zi. Voy jallab. Ko'rdinglarmi do'stlar? Bu strategiyani kuchini o'zingizlar uchun bilib qo'yinglar. 16 million bo'lib ketdi bank. 1 millionga 12 million 600 berdi. 12 koeffitsiyent ishqilib. Короче, like'larni bag'latib tashlanglar. Bunaqa strategiya bo'lmagan hali.